Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Navbatdagi darvozamiz ustidan ko'chalarni tugatdik. Darvozamizni metr kvadrat qizil bo'ladigan bo'lsa, videoda oxirigacha ko'ring. Albatta sizlarga yoqadi. Mer ko'zi dirg'alali bo'lmasin. Manzilimiz Andijon viloyati Buloqboshi tumaniga Samarqand fason dizaynimizning 3 qavatli variantini olib kelib o'rnatib berdik. Darvozamizni materiallar bilan qisqacha tushuntiraman. Taglari o'nlik rossiyskiy shiveler, 2 yon, 10 yon, 2,5 stena brusdan foydalanganmiz. Darvozamizni profillarga kiradigan bo'lsak, 6 ga 4, 1,7 stena qalinlikda bo'lgan. Listlarimiz 3 qavatli variant bo'lgan. Hop, orqasi 1,8, oldi 2 li bo'ldi. Hop, shungalarga alohida ahamiyatni berasiz. O'ta chiroyli yigitni variantda tayyorlab berdik. Nalichkalarga alohida ahamiyatni berasiz. Yangilikni birini kirgizganmiz. Hop, ikkala yonga 35 dan 70 nalichka chiqazib berganmiz, tepaga bo'lsa 40 nalichka chiqazib berganmiz. Kimga shunaqa darvozalarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. 12 ta viloyatga dastavka, ustanovkamiz mutlaqo bepul. Darvozamizning metr kvadrati 1 million 300 ming so'mdan 12 ta viloyatga 3 qavatli variantini aksiyaga qo'ydik.